Assalomu alaykum. Ro'mol o'ragan qizaloqlar, kichkina 18, 17 qiz shu arasi yoshlardagi qizlar ko'payib qoldi. Hammasi ro'mol o'ragan. Sodda yaxshi qizchalarga o'xshaydi, lekin o'zi bularni yaxshiligi chirishni boshlabdi. Lekin xabar yo'q, boshida ro'molga qarab ko'nglini xotirjam qilib, "Men yaxshi qizman" deydi, chunki solishtiradi o'zini. Ana u yarim yalang'och yurgan qizga solishtiradi. O'zi qanaqa ko'rinadi? O'zi ro'molda. Joy unaqa bo'yanmagan, yaxshi bo'lib ko'rinadi. Lekin undan ko'ra yaxshi. Endi hozircha yaxshida, agar shu ketishda ketiladigan bo'lsa, ertadan keyin xuddi uning yonidagi bir sherikga aylanib qoladi. O'shaning uchun qayerdan o'rganyapsizlar qizlar? Nimaga qiziqyapsizlar sizlar? Shunaqa buzuq mashhurlikka qiziqyapsizlarmi? Undan ko'ra chiroyli yurib, Allohga ibodatingizni qilib, kimligingizni bilib, ilm o'rganib, ertadan keyin yaxshi yursangiz, hozir mana qizlar o'zi defitsit bo'lib ketyapti. Yaxshi yigitga turmushga chiqib, yaxshi oilaning onasi bo'lib, yaxshi farzandlar tarbiyasini beradigan ona bo'lib, endi tarixga nazar soladigan bo'lsak, o'g'il bolalarni, masalan, mashhur bo'lgan olimlarni yoki-da eski umuman bir podshohlar bo'ladimi? Bularni tarbiyasini bergan onalar bo'ladi. Ona tarbiya beradi. Onada gap katta. Nimaga sizlarni bunaqa kiyma, uzunki, bu ishni qilma, bunaqa qil, kontrol sizlarga yoshliklaringda qattiq bo'ladi, bilasizlarmi? Chunki sizlar katta bo'lgungacha sal butunroq bo'lib, mana chirimasdan, miyalaring aynimasdan, har xil narsalar bilan shaytonni, nafsni ko'yiga kirmasdan pokiza bo'lib katta bo'linglar. Ana undan keyin sizlar 2ta, 3ta, 4ta Alloh taolo qancha farzand bersa, shuncha farzand dunyoga keltirib, ularni tarbiya qilishlaring kerakligi uchun biz sizlarni 18 o'sha turmushga chiqqanlaringgacha asrab avaylashimiz kerak. Bu otalarga. Endi mayli, o'zi aslida ayb otalarda, unga alohida to'xtalamiz, u otalar mavzusiga. Xo'p, endi bundan bag'adagi otalarga gapiramiz. Endi sizlarning otalaringga misol kimlardir otasi gapirishda o'sha foydasi yo'q, kechga qolib bo'lindi. Kimlargadir o'ziga gapiramiz, shunda ham otasini foydasi tegmaydi. Agar o'zini aqli ishlab, o'zini to'xtatib olsa, u ham otasiga ham, o'ziga ham yaxshi. Endi yana bir otalar borki, hali ota bo'lmagan otalar. Ularga gapirsak inshaalloh, ana ularga keyin ta'siri bo'ladi, Alloh izn bersa. Shuning uchun singillarim, o'zi yoshlaring ham 16-17 ga kirgan bo'lsa, yana 2-3 yilda turmushga chiqib ketadigan qizlar, qo'yinglar. Bunaqangi Instagramda mashhurligimdek qaranglarda, havas qilsa bo'ladigan odam kam Instagramda, juda kam. Ko'pi buzuq ishlar, buzuq qiliqlar. Ming o'zingiz buzuq qiliq qilmagan taqdiringizda ham bu internetda kirsangiz, har xil hayosiz, har xil dunyoni, har xil insonlarni ko'rib, miyangiz buziladi baribir. Xohlasangiz, xohlamasangiz ta'sir qiladi. Shuning uchun hech qanaqa sizga olgan laykdan foyda yo'q. Ko'rgan prosmotringizdan ziyoni borki, foydasi yo'q sizga hech qanaqangi. Qiziqmanglar, qo'yinglar shu narsani. Yana qalb ezilib, sizlaring ham odamni ichi achiydi-da baribir. Isrof qilyapsizlar o'zlaringni, isrof. Sizlarga maslahatim, Allohni taninglar, kimliklaringni o'rganinglar, o'qinglar, nima qilishlaring kerakligini, aslida nima qilishlaring kerakligini o'rganinglar. Shu ishlarda bilan mashhur bo'linglar. Bunaqangi ishlarga mayda-chuyda shayton, nafs, havoyi nafsni ko'yiga kirib